Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Ukraina qurolli kuchlari bir necha kun ichida 200 kvadrat kilometr hududni ozod qildi. Ramazonda ehtiyojmandlarga 1 milliondan moddiy yordam beriladi. Zelenskiy AQSh shartlariga ko'nmasa, unga nisbatan ayblov e'lon qilinishi mumkin. Eron atrofida AQSh kemalari va qiruvchilari ko'paydi. Pichoqlarni charxlash uchun eng yaxshi va zamonaviy yangi ko'rinishga ega moslama keldi. Pichoqlarni sifatli va tez o'tkirlaydi. Asosi qattiq metalldan, titandan 4 marta qattiq. Foydalanish oson. Uyingizda shaxsiy charxchingiz bo'ladi. Aksiya narxi 79 ming so'm. Uyingizdan chiqmagan holda buyurtma bering. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganingizda berasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Putin Rossiyada internetni o'chirib yoqishni shaxsan o'z nazoratiga oldi. Rossiyada internetni o'chirish tartibi o'zgarmoqda. Yangi tuzatishlarga ko'ra, cheklov holatlarini shaxsan prezident belgilaydi. Ekspertlar bu mexanizm markazlashuvni kuchaytirishini aytmoqda. Aripov komada ekanligi aytilgan Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Bosh vazir Abdulla Aripov 17 fevral kuni Dushanbega tashrifi davomida komada ekanligi aytilayotgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlararo iqtisodiy va savdo hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiyaning yig'ilishi bo'lib o'tgan. So'nggi kunlarda Emomali Rahmon sog'lig'i yomonlashgani, xorijda davolanayotgani yoki komada ekani haqida turli mish-mishlar tarqalgandi. Biroq prezident sog'lig'iga oid xabarlar rasman tasdiqlangan yo'q. Ukraina qurolli kuchlari bir necha kun ichida 200 kvadrat kilometr hududni ozod qildi. Amerika urushni o'rganish instituti hisobotiga ko'ra 2023-yil iyun oyida boshlangan qarshi hujumdan buyon ukrainalik harbiylar shundan qisqa vaqt ichida bunchalik katta hududni qaytarib olmagan edi. Taqqoslash uchun butun dekabr oyida Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududining 244 kvadrat kilometrini egallagan. Ukraina hujumining muvaffaqiyati Rossiya armiyasidan foydalangan Starlink sun'iy yo'ldosh interneti terminallarining o'chirilgani bilan izohlanmoqda. Starlinkdan foydalana olmagan Rossiya qo'shinlari o'tgan haftada atigi bir kun hujum qilgan. Qolgan vaqt davomida tashabbus Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bo'lgan. Asosiy jangovar harakatlar Zaporojye viloyatida bo'lib o'tgan. Bu hududda Rossiya qo'shinlari 2025-yil yozidan buyon sezilarli darajada oldinga siljigan edi. Shuningdek, Ukraina harbiylari Donetsk viloyatining Pokrovsk yo'nalishida ham, Xarkov viloyatidagi Kupianskda ham muvaffaqiyatlarga erishgan. Zelenskiy AQSh shartlariga ko'nmasa, unga nisbatan ayblov e'lon qilinishi mumkin. Agar Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mojaroni hal qilish bo'yicha AQSh shartlariga rozi bo'lmasa, unga nisbatan gumon qiluvchi sifatida ayblov e'lon qilinishi mumkin deb xabar bermoqda Strana Ukraina. Nashrning yozishicha, Rossiya, Ukraina va AQSh o'rtasidagi Jeneva muzokaralari arafasida sobiq energetika vaziri German Galushenkoning hibsga olinishi bilan bog'liq yaqinda vaziyat Washingtonning Zelenskiyga bosim o'tkazishga qaratilgan strategiyasi bir qismi bo'lishi mumkin. Materialda e'lon qilinishicha, agar Zelenskiy AQSh talablarini bajarmasa, unga eng yaqin yordamchilari Ukraina prezidenti ofisining sobiq rahbari Andrey Yermak va Kvartal 95 studiyasi rahbari Sergey Shefer ham gumon ostida olinishi mumkin. Agar bu ham ish bermasa, unda zarba bevosita Zelenskiyning o'ziga qaratilishi istisno etilmaydi. Zero anchadan beri tadbirkor Timur Mandichning kvartirasida yozib olingan ovozlar ichida Ukraina prezidentining ovoziga o'xshash ovoz borligi haqida mish-mishlar yuribdi deb yozmoqda nashr. Dunyodagi eng qudratli armiya ham ba'zan shunday qattiq zarbaga uchraydiki, o'rnidan qayta turolmay qoladi. Xomanay. Qo'shma Shtatlar prezidenti doimo AQSh armiyasi dunyodagi eng qudratli kuch ekanligini ta'kidlaydi. Biroq hatto eng kuchli armiya ham ba'zan shunday qattiq zarbaga duch keladiki, o'zini o'nglab ololmaydi. AQSh harbiy kemasidan ham xavfliroq narsa uni dengiz tubiga cho'ktirib yuborish mumkin bo'lgan quroldir, dedi Xomanay. Rossiyada 1-apreldan Telegram bloklanadi. Roskomnadzor bu ma'lumot yuzasidan hech qanday munosabat bildirmagan. Ba'zi Telegram kanali manbalariga ko'ra, joriy yilning 1-aprelidan boshlab Roskomnadzor Instagram, Facebook, Telegram kabi messenjer va ijtimoiy tarmoqlarni to'liq bloklash harakatlarini boshlaydi. Ularning mobil tarmoqlari va statsionar internet tizimlari orqali ishlashi butun mamlakat bo'ylab to'xtatiladi. Roskomnadzor Rebekka idora bu masala yuzasidan ilgari e'lon qilingan ma'lumotdan boshqa hech narsani qo'shimcha qilmasligini bildirgan. Avvalroq Roskomnadzor bir qator messenjerlar, jumladan Telegram hanuzgacha Rossiya qonunchiligiga rioya etmayotgani sababli cheklovlar joriy etishni bildirgandi. Kecha Telegram messenjer qoidalarini buzgani uchun bir kunda 230 mingdan ortiq kanal va guruhni bloklagani xabar berilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'chirilgan kanal va guruhlar orasida firibgarlik va terrorchilik faoliyati bilan bog'liqlari ham bor.
Ramazonda ehtiyojmandlarga 1 milliondan moddiy yordam beriladi. O'zbekistonda Ramazon oyi munosabati bilan ehtiyojmand aholiga moddiy yordam beriladi. Bu haqda Prezidentning 17-fevral kuni qabul qilingan muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi qarorida so'z boradi. Qarorga ko'ra quyidagi toifadagi shaxslarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Ijtimoiy reyestrning davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oilalarga, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning reyestrdagi fuqarolariga, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar yashayotgan oilalarga, ijtimoiy reyestrning kambag'al oila toifasidagi hamda mahalla yettiligi tomonidan shakllantirilgan qo'shimcha ro'yxatdagi ehtiyojmand oilalarga 500 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Ijtimoiy reyestrdagi oilalarning 6 ming nafar bemor a'zolarining davolanishi va jarrohlik amaliyotini o'tkazish bilan bog'liq xarajatlari qoplab beriladi. 2026 yil 1-martga qadar ro'yxat asosida oilalarning ijtimoiy karta yoki bank plastik kartalariga bir martalik moddiy yordam o'tkazib beriladi. Eron atrofida AQSh kemalari va qiruvchilari ko'paydi. Eron yaqinida AQSh harbiy kemalari va qiruvchi samolyotlarining to'planishi qayd etildi. BBC Verive sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali Yaqin Sharqqa yuborilgan Abraham Lincoln aviatsiya tashuvchi kemasining joylashuvi aniqlandi. Kema yanvar oyi oxirida AQSh prezidenti buyrug'i bilan Fors ko'rfazi mintaqasiga joylashtirilgan. Biroq u shu paytgacha sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ko'rinmagandi, chunki u ochiq dengizda sun'iy yo'ldosh qamrovi cheklangan hududda harakatlangan. Endilikda Yevropaning Sentinel sun'iy yo'ldoshlari tasvirida kema Ummon sohillarida taxminan 240 kilometr uzoqlikda Arab dengizida aniqlangan. U Erondan qariyb 700 kilometr masofada joylashgan. Kema yadroviy quvvatda ishlovchi Nemitz sinfidagi aviatsiya tashuvchi kema bo'lib, 90 ta samolyot va 5680 nafar ekipajga ega. U 3 ta Arleigh Burke turidagi esminets bilan birga harakatlanadi. BBC Verive ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali Yaqin Sharqda jami 12 ta AQSh harbiy kemasi qayd etilgan. Ular orasida uzoq masofaga raketa zarbalari bera oladigan yana 2 esminets, Fors ko'rfazidagi Bahrayn harbiy dengiz bazasida joylashgan qirg'oq yaqinidagi janglarga mo'ljallangan 3 ta maxsus kema ham bor. Yana 2 esminets AQShning Suda ko'rfazidagi bazasi yaqinida, yana biri esa Qizil dengizda kuzatilgan. Shuningdek, AQSh Yaqin Sharqqa dunyodagi eng yirik harbiy kema USS Gerald Fordni ham yuborgan. U 3 hafta ichida mintaqaga yetib kelishi kutilmoqda. So'nggi haftalarda AQShning mintaqadagi harbiy faolligi oshgani kuzatilmoqda. Iordaniyadagi Salti harbiy bazasida F-15 va E-18 qiruvchilar soni ko'paygan. Bundan tashqari AQSh va Yevropadan Yaqin Sharqqa yo'nalayotgan yuk tashuvchi va havoda yoqilg'i qo'yuvchi samolyotlar harakati ham ortgan. Ma'lumot o'rnida AQSh va Eron rasmiylari 17-fevral kuni Shvetsariyadagi muzokaralarning ikkinchi bosqichini o'tkazishi rejalashtirilgan. Unda asosiy e'tibor Eron yadroviy dasturi va AQSh joriy etgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish masalasiga qaratiladi. Washington boshqa masalalarni ham muhokama qilish niyatida ekanini bildirgan.